Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Pokistonda 2 portlash, qutqaruvchilar ham nishonga olindi. Pokiston hukumati hududdagi xavfsizlik vaziyatini yomonlashuvini qo'shni Afg'onistondagi guruhlar faoliyati bilan bog'lamoqda. Pokistonning Xayber Paxtunxva viloyatida sodir bo'lgan ketma-ket portlashlar oqibatida kamida 7 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Al Arabiya mahalliy huquq-tartibot organlariga tayanib Zamon.uz xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, dastlab yo'l chetiga o'rnatilgan masofadan boshqariladigan qo'lbola portlovchi qurilma pikap avtomobilni nishonga olgan holda portlagan. Oradan ko'p vaqt o'tmay, jabrlanganlar tibbiyot muassasasiga olib ketilayotgan paytda ikkinchi portlash sodir bo'lgan. Natijada qurbonlar soni kamida 7 nafarga yetgan. Hozircha hujum uchun hech bir guruh mas'uliyatni o'z zimmasiga olmagan. Shu bilan birga hududda faol bo'lgan Tehrik-e-Tolibon Pokiston guruhi mavjudligi qayd etilmoqda. Pokiston hukumati hududdagi xavfsizlik vaziyati yomonlashuvini qo'shni Afg'onistondagi guruhlar faoliyati bilan bog'lamoqda. Afg'oniston tomoni esa bu ayblovlarni rad etib kelmoqda. Manba: darakchi.uz sayti.